adam Bishkek. Bishkek'e turganlar yok mu? Bishkek'e bir adam olsa sırası lazım birader. Sırası aytqıla. Şu adamlarga jaman taң kalam da. Şu oturup alıp öyle taksistler silerge jırgal. Bishkek'e adamды жүктөйсүңөр дагы алып барып туруп эле шатыратып эле акчасын ала бересиңер, силерге жыргал дейт. Балекетине бизге деле оңой эмес экен. Стоянкада туруп алып бир күн кечке туруп алып Бишкек bir adam, Бишкек bir adam, Бишкек bir adam деп кыйкыра берсең, оозуң дагы көнүп калат экен ошого. Үйгө келгенде дагы жөн уктабастан уктап атып уйкуңда деле Бишкек bir adam, Бишкек bir adam деп сүйлөп чыгып атабыз. Өткөндө келинчегим айтат, таң аткыча бир Бишкек bir adam деп сүйлөп чыктың дейт. Мен айттым, таң аткыча ууп жата бердиң десем, жок, токтотуп койдум дейт. А эмне кылып токтотуп койдуң десем, акырын отуруп алып Бишкек bir adam деп сүйлөй баштадыңыз эле, келдим дагы кулагыңыздын түбүнө шопур ака толдук айдай бериң дедим дейт. Анан мен эмне кылдым десем, жатып алып бир аз айдадыңыз дейт. Оңой эмес экен, клиент чогултуш кыйын экен. Биринчисин таап, экинчисин таап келинче биринчиси кетип калат экен. Кете тургандар болсо сразу айтып койгула, Бишкекке кетебиз. Сразу супер такси, Бишкек bir adam, Бишкек. Bishkek'e getiriz, Bishkek. Kuylarım yetkaymikan senga bori tinglasa ketkaymikan toshlar eri suhbatingdan Ya mana Xudoga shukr, mana Qirg'izistonga ham kelib oldik. Ya Qirg'iziston ne kadar güzel shahar ekan. Menga yoqdi. Mana u tamojnimiz ochilib qolib, kirib chiqib yuribmiz. Sizlar ham kelinglar biz tomonga. Ya mana Bishkekda internetda ko'rganman. Endi o'z ko'zim bilan borib bitta ko'rib kelay deb ketyapman. Rosa zo'r yer bo'lsa kerak. Bishkek bir adam. Nima baqirasan, he? Baqirgan yo'qman men sizga. Odamni qaytib Toshkentga jo'natib beray deding-a? Qachon baqirdim men? Sen sekinroq kelat-da, uka. Birinchi assalomu alaykum deyish kerak, uka. Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Bezovtar yaxshi? Yaxshi, rahmat. Chetda tursam Bishkek deb suylab qoldingiz ele. Bo'ldi, Bishkekka ketmay ekan deb keldim-da. Bishkekka bormaysizmi aka? Bishkekka ketaman, uka. Bishkekka keting aka. Alat odam. Men qayerga ketaman deyapman keyin. Men bilan keting aka. Bo'pti-ku, sen bilan ketaman. Men olib ketay aka. Nima yig'layapsan? Kelganimga bir juma bo'ldi, bir jumadan beri klient çok keta olmay juram Bishkekka aka. Bo'pti, sen bilan ketaman, uka. Yig'lama endi. Siz klient bo'lib chiqsangiz, shiftongiz bilan Bishkekka ketib qolayin dedim men. Bo'pti. Meni ala keting aka. To'g'ri, bana g'alati-yu. Teskarisi ekan-da. Bo'ldi-ku, ko'rdim, qiylanganingni ko'rdim, uka. Jamon qiynaldim aka. Bo'ldi-ku, qiylanibsan, uka. Shapka senga katta kelib qopdi-ku. O bir juma burada kelganimda shapkaga ko'z tengelab ochiq. Aqcha ekonomik tetemde atıp pirashki bilan suv ichib atib shapkadan kisnerib ketdim aka. Men bilan ketdikchi bara pirashkiga ham aqcha qolmay suv ichib qoladi o'xshaymi. Xijolat bo'lma, uka. Men bilan ketasan. Qirg'izistonda suv ko'p, uka. Ichaverasan. Men bilan ketasan. Sen bilan ketaman, uka. Men bilan ketaman. Bo'ldi. Sirasiz ketamiz aka. Bo'ldi, uka. Yo'l kira qancha? Yo'l kiravi? Ha. Yo'l kira sizga arzon aka. Qancha? 5000 so'm. Olasan da aşı 5000 so'mdik ya. Joq, tur emas jura oldingiz. 5000 so'm emas. 5000 so'm. So'mmi? Buzi puliga qancha bo'ladi uning? Sizlarning pulingizga. Sizlarning pulingizga ko'p bo'lib ketadi. Qancha? Sizlarning pulingizga 1,5 million bo'lib ketadi. Bo'pti-da, uka. Ot bilan tuyamas ekan, uka. O'sha bo'ladi. Ketdik aka. Ketdik. Mashina qani? Mashinani ko'rmadingizmi? Yo'q, qani? Mashina turadi-ku. Mana.
Koygina hazilini. Uşu? Ya koy bu maşı rul bilenmi? Ya lan ay taksi o'g'inidan rul qarmab chiqammi? Men tizgin ko'tarib chiqib olaymi je? Mayli o'zi. 4 oydan beri ushu menen qattiq otam eldim borli chiqib o'tadi ushuga. Mayli uka. Qayoqqa turib olib ketamizmi? Ha yo'q, turib o'tirib ketamiz. Mana aka o'tirib ket. Ha, mongami? Ha, bo'ldi uka. Rosa zo'r ekan-da bu mashina. Zo'r mashina. Oho. O'tiring. Aha. Qani bismillahirrohmanirrohim. Oo. Qanday ekan? Zo'r ekan. Ko'zing salom, brat. Tashqarisini ham ko'jni qilib qo'ysang yaxshi bo'lar ekan-ku. Mayli endi. Hamma yo'q ochiq ekan-da. Yaxshi ham mana cho'ponimni kiyibman, a? Uskuvajniy bo'lib o'lardi ekan-da hamma yo'q. Ya Inamarka deb qo'ydi. Bunday mashina hech kimda yo'q. Ha, hech kimda yo'q. Menda bor. Bu mashinaning o'zi yo'q ekan-da, o'zi. Hech kimda yo'q degin. Bo'ldi-ku. Ketdik aka? Ketdik uka. Ketdik. Giyim burada Bishkekka borgansizmi, brat? Ya, birinchi marta ketyapman. Ya birinchi marta ketib Ha, o'tasizmi? birinchi marta. Bishkek o'ta olis. Aha. Yo'lda ketib zerigasen, qursan qachadi, uyqular keladi. Bunday yo'lda ketayotganda zeriktirmay, uyquni keltirmay, bunday suylab ketding, ha? Ha, bo'ldi, Qiziqdi voqealardan suylab ketding aka. Rosa zo'r narsalarni aytib beraman men senga. O'sha aytib berib ketding, Bo'ldi aka. to'xtab qol, yo'lni qisqartirib yurbanglar keyin, ma'qulmi? Ketdik aka. Chiqi. Magnitofon qo'yib olmaymi? Urib ketayapsiz muzikasini. Endi o'zing bilasan-da, uka, endi. Bu muzika. Mana muzika qachon ashula aytadi? Aka, bu Irdovoy aka. Ha? Bu o'zi shunday klassik muzika deb qo'yadi. Bu ashula aytmaydi. Qo'ygin, bo'lmadi buning, Ya sal bunday qo'shiq aytadigan sho'qrog'idan qo'ygin, uka. Bishkekka ketyapmiz, uka. Ha, sho'grog'ini qo'yamiz. Ko'ngil ochib ketaylik. Bo'ldi, sho'grog'ini. Ha, Bo'ldi sho'grog'ini, mana aka. uka. Mana brat. Ha. Ya haccadaki folk back Kaçırma lan. Ishga chiqib ketdimmi? Niye üstümde çıkardın? Üstümüzga chiqib ketdimmi? Aytdim, ko'zim ochsam siz chaqda yurgan ekanman. Xudo saqladi. Xudo saqladi. Qayerga ketyapsan? Bishkekka aka. Yürüyedi ya, ne var dedin ya? Vay yüreğim ha. İlk mayağı da ediyor. Bana öğret brat. Korkqanda yurak liboycha qo'yib ketadi. Shu men qo'rqsam go'yoqcha yuragim uliga tushib ketadi. Ulidan topib chiqamiz. Bo'ladi buning ya. Hali muzga nima bor edi? O'shanda qo'yadi, o'shanda tinchasiz. Yaxshi ekan ha.
suylab ketdik, brat. Hasan olayını. Kecha Toshkentda degan bir qiziq voqea bo'ldi. Qiziq voqeada. Pap 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 pap. To'baq bari. G'alat odam ekan-a. Mashinani ham qaramay ketyapti. Yo, hozir urib borsak hozir Mashinani qarog'iga jarasha ichida o'tirgan ikki odamni qarab qo'ymaysan-ku. ha ya. Boshda ko'rinmasa ham biz ko'rinyapmiz-ku. Adamlar shunday bo'lib qoldi, brat, hozir. Peshog'ot, saqishog'ot, hech narsaga qaramay bosib qolishdi. Shu oxir kunlar mashinani odamlar ustidan bunday otlatib o'ta turgan bo'lib qoldik. Ha, endi bo'ladi, sekin-sekin bo'lyapti uka. Hamma yo'q bo'ladi. Toshkentga bordim. O'sha qiziq voqealardan aytib ketding ekan. Rosa qiziq voqea bo'ldi. Toshkentga borib, keyin Adam ne oldu Toshkentga borib? tezda qaytib kelaverdim. Tezda aytib qo'ymaysan shu. Men O'zbekistonda qo'shiqchiman-da. Ya. Artistsizmi? Nima deyapsan? Ben aytdim cana, görgünden oynadım şu boldu olmamda cıltırak çapanızı görüp şu boldu olmada artist boş gerekten. Artist ekiyorsun ha? Nima deyapsan? Meni ovozim it. Hippi. Men nima dedim? Ya, it. Hippi. Men ashula aytganda boru, Shirali Jo'rayev choy damlaydi. Qaysi o Shirali Jo'rayev choy damlagan ketdi? Nima deyapsan? Kuchli artist ekansan da? Sen meni ashulalarimni eshitmabsan. Aytib bering bir ashulalaringizdan aytib ketdingmi? Bitta. Bir ashulalaringizdan aytib ketding. O'chir olaring. Bo'ldi, mana o'chirib qo'yam. Sen aytmaysiz bu shuni. Oxirgi diskim. Oxirgi diskingiz mаған buyurib turdi, brat. Tashlab ketsangiz, brat tashlab ketdingda o'qib qo'yam-da, o'chirib-da. Bo'ldi ka, sen qo'yaman. Ha, qo'y, brat. Uka, bos qo'yga. Tugadi? Qanaqa ekan, yoqdimi? O'zingiz aytmoqchi, muzikasi hit ekan, uyingiz it ekan ama. Men senga aytdim-ku, meni ovozim it dedim-ku. It ekan, it ekan. Itda ham bunday o'yin yo'q. Dag'i yaxshi bir kuplet qayirmas meni. Ko'z nurday turgan bo'lsa, to'g'rilib tushib qolmagan ekanman. Gördingmi-ki, endi ishondingmi? Ishondim. Shunaqa
bo'ladi. Aytdim bu Şeral Jurak nega çaylanmagan hareket et dese. Bu aşıla aytib bitguncha o'shoqda tinchroq turib turayin deydi ekan. Uka, mana bu disk senga. Jo'nalaman. Rahmat. Men bu albomimiz başta birinchi chiqqanda bilmay men olib olgan ekan. Menda bor bu diskingiz. Chip olib qo'ygan. Buni diskni o'zingizga olib qo'yaring. Bir quloq uqmagan duleylarga beraversangiz maza qilib uqadi. Mayli uka. Bor menda bu disk. Haligi muzikani qo'yib boring-da. O'shandalar uqib ketaylik. Mayli uka. Tinchroq. Uka. Qornim ochib ketdi. Ha? Qornim ochib ketdi. Ha. Choy-poy ichib olaylik, ha? Ha, çaymi? Ha. Ha, çayni chiqqanda ichamiz. Men narxim kelmayapti da bolam. Hem ne qildingiz, bratem? Klientlerдің барлығıyla chiqqanda ichib ko'nib qolgan. Mayli. Pap. Birinchi ovqatlanaylik, keyin ashna qilaylik. Hem ne qildingiz, brat? Klientlerдің барлығıyla o'sha chiqqanda ichib ko'nib qolgan. Ha, bu o'tirib, tizib o'tirib ichamiz. Hammamiz qator tizilib o'tirib olishimizmi? Yo'q, g'alati-yu. G'alati-palatimiz. Bir qo'limizda ovqat. Ikkinchi qo'limizda qog'oz. Qog'ozni ne qilasiz? Ofisiantlar salfetkam gapiradi. Ofisiantlar ham keladi bu yerga. Men barlarga salfetka taratib yetishmayman-ku. O'zimda o'tirib olib çay ichishim kerak-ku. O Çı. Brat. Neudobniy o'tirasiz? Siz meni o'ylayapsiz. Bizda Chichqansay degan yer bor. Nima? Chichqansay degan yer bor. He. Ashna deb aytmaysanmi, he? Chichqonsoy degan yerda ichamiz demaysanmi? Ha, men ne dedim ana? Ya men o'ylabman. Chichqon. Chichqon deb ham qo'yadim, he. Anam ne deb qo'yadi? Ya bir mushuk deb qo'y. Qaytadan Chichqansay deb mushuk-say deb qo'yadi. Qo'y bolam. Ashi chichqoningdan to'xtamasdan o'tib ketaver bolam. Rosa yedim o'zi ham. Rahmat. Tagi-tagida to'xtayman, apetitni o'ltirdingiz. Bundan ko'ra menga bolam bu yoqda aytib, bunday tanishtirib ket bolam. Hem Qirg'izistonga birinchi bo'lib kelib ham aytasiz, bunaqa qo'shinlarga hem yugurib ketotasiz. Ha, mana. Mana ko'rdingizmi? Mana suv samir deb qo'yadi. Suv samir. Oo, zo'r yer ekan, he. Men bu yerni ko'rganman, he. Qayoqda ko'rgansiz? Bu haligi qochqinlar o'yini shu yerda bo'ldimi? Ne deydi? Qochqinlar o'yini. Qanday qochqinlar o'yini? Ha? Ko'chmanlar o'yini deydi. Ha, ko'chmanlar o'yini shu yerda bo'ldimi? Bu yerda emas, o ko'lda bo'ldi. Ha. Bu yerda da o'tadi Xudoy buyursa. Bir aylanib kelsa. Ha, bo'pti bolam. Onaning nima? Ona nima? Ammo uzun bo'lib turgan. Ha, bu Toshun tunel deb qoldi. Qirg'izistonda eng uzun tunel shu. Uzunluğu 3 kilometr. Uzoq ekan. Bir yog'idan kirib, narani ochib ketguncha hada o'yin o'ladi-da. Yo'l remont qilib o'tadi. Ha, bolam, mayli endi. Qolar bolam endi.
Bishkekka keldingmi deyman ha? Bishkek deb qo'ydi, ko'rdingizmi mana? Ha, yaxshi ekan. Jap-jariq bo'lib kuyib turadi Barzon. Zo'r ekan, menga yoqdi Bishkek uka. Ana, ne bolam? Mana shu yerdan to'xtatib qo'y. Qayerga? Mana shu yerda to'xtat. Sal sekinroq bolam, tormozga nima bola, yopishib qo'yamsan uka. Rahmat bolam. Qanday keldingiz aka? Rosa zo'r keldim. Men aytdim-ku. Bishkekni ham ko'rdim bolam. Yo'lda enamni ham ko'rdim bolam. Rahmat bolam. Daraxt ichida yurganingizda otangizni ko'rsatib qo'ydilar. Amin. Çay içmeydik-ku. Oltin olma, duo ol. Duo oltin emasmi? Umringdan baraka top bolam. Allohu akbar. Rahmat. Ne dedi? Altın albay dua al dedi. Ya bırak biz takip takile altında albayız. Biz akçasını alırız. Jol kiren berip koyun.